Недавно Instagramda bir video ko'rib qoldim. 500 rubl evaziga Gossukdan registratsiyadan o'tishingizni yordam beraman deb video chiqarishgan ekan. Juda ham ko'pchilik like, kommentariy yozishgan. Balki kimdir murojaat ham qilgandir. Lekin bu g'irt ahmoqona narsa. Chunki bu oson, bunga o'zlaringni ham aqllaring yetadi. Oson narsa. Kimda kim inini singlisi bo'lsa, olib MFCga borasizlar. Va o'sha yerdan o'zlari подтверждать qilib berishadi akkauntlaringni. Hech qanaqangi qiyin joyi yo'q. Snils nimaligini bilsanglar kerak. Bilmasanglar pensioniy fonddan borib olasizlar. Inini просто налогga borsanglar, хочу inini получить desanglar, inini beradi. Shu ikkalasini olib borsanglar, bo'ldi. Sizlarga akkauntlaringni подтверждать qilib beradi. Agarda kimda kim Rossiyada bo'lmasa, buni ham yo'li bor. Bank приложениялariga kirasizlar va poisk joyiga Gossluk deb yozasizlar va подать заявлениeni bossanglar yoki подтвердить akkaunt desanglar bo'ldi, o'zlari подтверждать qilishadi. Hech qanaqa joyi yo'q. Rahmat.